Birinchi qo'l egalaridan kam yurgan navbatdagi Nexus 3 avtomobilimiz 2018-yilda ishlab chiqarilgan, salondan bir qo'l haydalgan 4-paysiz avtomat korobka, bosib o'tgan masofasi, probegi bor yo'g'i 22 ming kilometr. Realni 22 ming yurgan, любой проверка, любой ekspertizaga olib borib tekshirtirib olishingiz mumkin. O'rtoqlar 7 yil davomida bor yo'g'i 22 ming kilometr yurgan mashinadan gaz so'ramayli. Bu mashinamiz faqat benzin yurgan. Mashinani balonlari ham даже o'zini zavodskoy balonida turibdi. Uje qurib bo'lgan bu rezina olgan odam o'zi uchun bitta balon alishtirib oladi. Salon qismiga keladigan bo'lsak, matviy holatdagi salon. Bir dona ham sarapinasi yo'q. Endi eskiroq chexoli bor, poligi bor, rulga chexol taqilmagan. Rul ham idealniy holatda turibdi. O'zini shtatniy magnitofonida qanaqadir eskicha video registrator turibdi. 905 signalizatsiya bor. Yangi holatdagi salon, hech qanaqa aybi yo'q. Bagajni atsak, oppoq holatda turibdi, idealniy. Zapaska balon hali biron marta ham ishlatilmagan. Motorni atsak, o'zini lyoqki changi bilan turibdi, biron marta yuvilmagan ham, bironta moy oqqan joyi yo'q. Idealniy holatdagi mana probegini isboti. Tushungan odamlar buni qarab ko'rib bilib olishadi. Shuncha maqtovlardan keyin endi bitta aybini ham ko'rsatib ketaman. Mana shu orqa chap krilosi yangi qo'yilgan ekan. Bagajga o'tmagan, poli butun, eshiklari butun. Faqat shu kriloni shpaklovka qilmaslik maqsadida yangi qo'yib yuborgan ekan. Qolgan joy toza. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi $8300. Mashina faqat naqd pulga sotiladi. Telefon raqamlarini video opisaniyasida va video kommentariyasida qoldiramiz. Qiziqqanlar aloqaga chiqinglar, kelinglar, ko'ringlar, baraka qilib olib ketinglar. Manzil Toshkent shahar. Videoni kamroq yurgan Nexus 3 avtomat korobka qidirib yurgan tanishlarga shundoq yuborib qo'yamiz. Yoqqan bo'lsa bitta layklardan o'rgilib ketsin.